Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun men sizlarga Jovli Xushboqning Sevgi sehri nomli kitob haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Sevgi sehri o'zbek adabiyotining taniqli vakili Jovli Xushboqning sevgi, sadoqat, insoniy tuyg'ular va hayot falsafasiga bog'langan asarlari jamlangan kitobdir. Ushbu kitobdan muallifning romani, esse va hikoyalari o'rin olgan bo'lib, unda inson qalbining eng nozik kechinmalari badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Asar sevgi nafaqat ikki inson o'rtasidagi tuyg'u, balki insonni ezgulikka, poklikka va ma'naviy kamolotga yetaklovchi kuch sifatida talqin etilgan. Muallif qahramonlar hayoti orqali muhabbatning quvonchi, iztirobi, sog'inchi va sadoqatini yoritadi. Asarning asosiy g'oyalaridan chin muhabbat insonni ma'naviy yuksaltiradi. Sadoqat va vafodorlik insonning munosabatlarini mustahkam poydevoridir. Hayotdagi sinovlar insonning ruhiy kuchini namoyon etadi. Mehr, muhabbat va ezgulik insonni komillikka yetaklaydi. Kitobning tarbiyaviy ahamiyati. Sevgi sehri kitobi kitobxonlarning insoniy fazilatlarni qadrlashga, yaqinlarga mehribon bo'lishga va muhabbatning asl mohiyatini anglashga undaydi. Asar ayniqsa yoshlar uchun qiziqarli bo'lib, ularga pokiza tuyg'ular, odob, axloq va ma'naviy qadriyatlarni hurmat hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Sevgi sehri kitobi sevgi va inson qalbi sirlarining badiiy ifodalovchi hayotiy voqealari, chuqur mushohadalarga boy asar. Kitobxonni ezgulikka, sadoqatga va insoniylikka chorlaydi. Shu jihatdan u keng kitobxonlar omma uchun qimmatli ma'naviy manba hisoblanadi. Ushbu kitobni olib o'qishingizni tavsiya etib qolamiz. Albatta siz ham o'zingiz uchun kerakli xulosalarni chiqarib olasiz.